Yo, barcha yaxshi sizlar bilan men Tunja. Bugungi videoda biza ish qidirib ko'rganmiz. O'rtog'im bitta ishlayotgan benzin anosiga, metanga o'shanga borib ko'ramiz. Oldi olmasa yo'q. Uyim haqida. Bo't mayli. O'zik bir xona. Ketdik borib ko'ramiz ishga. Yozib olay. Endi ketdik. Mana shu domda turaman. Brat. Qani endi borib ko'ramiz. Menimcha kassa bu yerda nega inson odam yo'q. Menimcha chap tarafga birinchisiga borsam kerak. Ana menimcha kassachi. Yo, brat qalaysiz? Короче, men ishga kirmoqchiman. Bo'sh joy bormi? Bo'sh joy bor. Короче, birinchi qatordagi. Ha, ko'rdim, brat. Birinchi ko'rgan bo'lsang, o'sha bo'sh oylik beramiz. Biroz. Oylik qancha ekan, brat? Oylik $200 bo'ladi. Ha, yetib qolsa kerak, brat. Addishi rahmat. Men endi boshlayveraymi? Ha, boshlayver. Bor joyingga tur. Hozir mashina turibdi-ku, o'shani egasi kelib menga pul to'laydi, keyin sen benzin qo'yib berasan. Addishi rahmat, brat. Yo, bolalar, endi kutishimiz kerak. Kutamiz. Ishga qabul qilindi muhimi. Endi mana shu mashina egasini kutishimiz kerak. Qachon keladi endi bu? Yo, brat, keldingizmi? Mashinangizga benzin quyib beraman. Yangimisiz siz? Ko'rmagan. Ha, yangiman. Ana bu bo'sh joy bor ekan, kelgandim ishga. Yangi bo'lsangiz mana sizga pul ishlatasiz. Yo, brat, kerak emas. Kerak bo'ladi, brat. Yo, rahmat, brat. Endi biz benzin quyib turamiz, bolalar. Davay. Brat, короче, men birinchidagi odamga mashinam qo'ygandim, o'sha oldi. Narx qancha benzin? $50. Ha, xo'p, hozir brat, hozir beraman. Oldingiz bo'pti, brat, addishi. Olib ketyapman mashinam. Normal bo'ldi. Yo, brat, keldingizmi? Mana mashinani olib ketaverasiz. Bo'ldimi? Unda olib ketaveraman mashinamni. Rahmat sizga. Yo, jitil qilaysan. Damazga quyib qo'yaman hozir. Kassaga boraver oxirida. Ha, ketyapman siz ham. Bo'pti. Qo'yib qo'y yaxshilab. Mayli, ketdi. Endi biz quyib qo'yaverishimiz kerak. Yo, brat, men birinchidagi odamga berdim. Ishonchlimi? Yangi. Nega? Yangi bo'lsa nega birinchiga qo'yib qo'ydinglar? Bo'sh joy sotadi faqat. Ha, mayli, brat. Narx qancha? $50. Hozir beraman, qarayveradi. Oldingizmi? Mayli. Qattiq ishonchli bo'lsa ayting menga. Bo'pti, brat. Bo'ldi, endi esa bolalar. Menimcha jitil kelib qolsa kerak. Ha, ana keldi. Jitil, qanday? Olib ketaver mashinangni. Olib ketaman siz ham, yangi. Brat, addishi qandaysiz? Zo'r, brat. Bo'ldi, brat. Kassa ko'rsatib yuboraymi? Hozir to'xtang mana. Ko'rsatib yuboring, brat. Qarang. Oxirida mana ko'rinib turibdi, o'sha yerga borasiz. Kassa o'sha yerda. Bo'pti, brat, rahmat. Ha, mayli. Biz quyib turaveramiz. Yo'q, adashib o'tirib oldim. Bir. Yo, brat, qalaysiz? Короче, men birinchidagi odamga berdim. O'shani qancha bo'ladi narxi? $50. Ha, addishi, brat. Sizga mana $100 beraman, brat. Bugun oylik tushganda endi biz ham boyib qoldik.
Yo, brat. Mayli, men ketdim unda, yaxshilab qo'yib qo'ysa ayting. Mayli, brat, addushi, rahmat. Yo, bo'ldi menimcha. Endi bratni kutish kerak. Tez bo'ldi, chunki ozroq to'lagan o'xshaydi, yana bilmadim. Yo, ana keldi. Brat tayyor bo'ldi. Yangimisiz, yangi? Yangiman, shu endi bugun keldim o'zi ishga. Ha. Ha, Yo, rahmat lekin addushi. ha, bo'ldi brat. Bo'ldi, mana Mashinaga o'tirib ketaman, mashinangizni olib bo'pti, ketavering. brat. Yo, brat, kerak mana emas. sizga. Rahmat lekin addushi bo'pti, brat. Bo'ldi, odamlar kelmadi, ish vaqtim tugadi, endi esa aytib ketish kerak. Bitta bratlar hali turibdi. Ko'proq oylik olmoqchi bo'lsa kerak. Nu, ketdik. Brat, короче, men bo'ldim, короче, endi men ketaveray. Xo'p, Uyim yaqin atrofda, borib olaman. Nu, brat, oylik yozasizmi? ha, da, конечно. Bugun ko'proq odam olib kelganim uchun pul bermaysizmi? Ha, mayli. Ketdim men uyga. Spark kelib qolibdimi? Metga odam kelgan bo'lsa kerak. Mayli, kiraveraylik. Va nihoyat dam olamiz. Yomon charchab ketdim bir kun ichida. Voy, hozir yotib uxlash kerak. Hozir ovqatlanib olay. Endi kollej olish kerak. Normalna ketdim bo'ldi. Charchab ketdim bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana keyingi qism chiqishi uchun 5000 ta like deb ketayapman men ham. Keyingi qism ertaga chiqadi.